Assalomu alaykum. Men ismim Kamila Sultanova. Men 19 yillik tajribaga ega oilaviy psixologman va bugun siz bilan ota-onani farzandlaridan kutuvi va uni o'ziga bo'lgan ishonchi ta'siri haqida, farzandni motivatsiya qilish haqida gaplashamiz. Har bitta ota-ona farzandi ulardan ko'ra yaxshiroq hayot yashashini xohlaydi. Bu tabiiy holatda evolyutsiya jihatidan juda ham zo'r. Lekin degan joy bor. Mana shu paytda bizni farzandligi o'zimizni hayotimizdagi ssenariylarni, ya'ni o'zimizni ehtiyojlarimiz, o'zimizda yo'q bo'lgan narsalarni bor bo'lishini xohlab, ularni individualligini sindirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Biling, bu dunyoda har bitta inson, har bitta farzandingiz, har bitta shaxs o'zini kuchli va zaif tomonlari bilan bo'ladi. Masalan, qiz bola bo'lsa, u qaysidir hunarda qobiliyatli bo'lar. O'g'il bola bo'lsa, u qaysidir hunarda, kimdir intellektda qobiliyatli bo'ladi, kimdadir ijodkorlikda, kimdadir sonlarga nisbatan qobiliyat bo'ladi. Ota-onani farzand tarbiyasida eng muhim jihati mana shu qobiliyatini sezib, o'z vaqtida uni rivojlantirishga qaratib berish. Men o'zimning mutaxassisligim yo'nalishida juda ham ko'p muvaffaqiyatli shaxslarning hayotini, avtobiografiyasini o'rganib, kuzatib chiqqanman va bitta narsani ko'rganmanki, ota-ona farzandidagi qiziqishini va qobiliyatini sezgan vaqtda uni qo'llab-quvvatlab, uni doim yo'naltirib bersa, ana shu inson hayotdagi muvaffaqiyatga erisha oladi. Masalan, shunaqa hikoyalarni ko'p eshitganmiz. Ota-ona farzandini bir necha kilometr uzoqliklarga, ishdan avtobuslarda, bir necha transportda bo'lsa ham, qishda sovuqda, qorga qaramasdan olib borib, bolani mana shu qobiliyatini rivojlantirgani uchun ham hayotda uni muvaffaqiyatli sportchi holatida ko'ra oladi. Biza esa oilada shunaqa narsalarni kuzatamiz. Yaqindagina o'zimni bitta mijozimni shikoyati bilan kelgan holatda farzandim musiqaga qiziqadi, musiqa asbobini olib berishni, musiqa to'garagiga borishni xohlagan edi, lekin adamza yo'q, sen erkak kishisan, sen bunaqa narsa chalib o'tirishing kerak emas, sen aqlli bo'lishing kerak, sen qaysidir sohada muvaffaqiyatli bo'lishing kerak deb uni qobiliyatini sindirib qo'yadi. Nima demoqchimanki, ota-onalar farzandidan kutuvlari yaxshi, ya'ni unga imkoniyat yaratib berish jihatida bo'lsa, lekin o'zinikini unga singdirish, uni motivatsiya o'rniga yo'q, seni qo'lingdan kelmaydi, yo'q, sen uddalamaysan deyishi xato kiradi. Chunki farzandingiz masalan matematikaga qobiliyati bor, shaxmatga qobiliyati bor bo'lganda, u birdaniga o'sha narsani zo'r qilib ketmaydi. U matematika to'garagiga borishi mumkin, shaxmatga to'garagiga borishi mumkin, lekin u yerda doim yutqizib kelishi, nimanidir tushuna olmasligi, qaysidir etapda u narsada qiziqishi pasayib qolishi mumkin bo'ladi. Ana shu paytda bilingki, har doim motivatsiyani yonida disiplina degan narsa bo'lishi kerak. Faqatgina motivatsiyani o'zi muvaffaqiyatga asos bo'lib bera olmaydi. Motivatsiya sizni bitta ko'tarib, kayfiyatda birinchi qadam tashlashga sabab bo'lgan bo'lsa, natijaga olib boradigan bu disiplina hisoblanadi, ya'ni intizom. Farzandingizni o'sha matematikaga bo'lgan qiziqishida mag'lubiyatlari bo'lgan vaqtida uni intizom bilan davom ettirib ketish, uni qo'llab-quvvatlash, vaqti kelganda muvaffaqiyatsizlikka uchraganda balki dam olish kerakdir, balki qanaqadir boshqa yo'nalishga bo'lgan narsani ko'rishi mumkinmi? Mana shu narsalarni o'ylab ko'rib, bolani qo'llab-quvvatlash kerak. Masalan, ota-onalar o'zi rus tilini bilmaydi, rus tilini o'rganmagan va farzandini umuman butunlay o'zbek atrofida o'zbek tilida gaplashgan insonlar bilan katta bo'ladi. Masalan, bu mahalla, qarindoshlar, oila a'zolari va hokazo. Lekin hayotda ota-onani rus tilini bilmasligi hayotda qiyinchilikni tug'dirgan. Ana shu sabab ota-onalar aytadiki, men o'zim qiynaldim, farzandim menda rus tilini bilsin deb, uni hech qanaqa tayyorlovsiz shunda olib rus sinfiga darsga berishadi va bola tabiiy holatda o'tda to'liq muvaffaqiyatsizlikka tushadi. Nimaga? Darsni anglamaydi, kitobdagi uy vazifalarni tushuna olmaydi, uy vazifasini o'zi mustaqil bajara olmaydi va eng yomoni uyda ota-ona ham unga bu narsani qilib bera olmaydi. Ya'ni yordam berishga imkoni yo'q, chunki o'zi rus tilini tushunmaydi. Mana shu yerda ota-ona o'zini orzulari uchun, o'zini qiynalgani uchun bolani yana ham qiyin vaziyatga tushiradi. Shu jumlada men ota-onalarga tavsiya beramanki, rus tilini o'qimoqchi bo'lsangiz, farzandingizni shunchaki
ruslar bilan muloqot qiling, ruscha kino ko'rsating, qanaqadir to'garakka bering, lekin sinfda o'zbek sinfida o'qisin. Xunuk so'z bo'lsa ham chala savod degan narsaga olib kelib qo'yamiz. Maktabda o'qigan, qisman nimanidir biladi, lekin savodi yetarlicha bo'lmay qoladi. Men o'ylaymanki, har bitta farzandimiz vatanparvar bo'lib katta bo'lishi kerak. Vatanparvarlik tuyg'usi birinchi bo'lib tilga bo'lgan hurmatdan boshlanadi. Shaxsan men ham o'z hayotim davomida masalan, o'zbek sinfida o'qiganman, o'zbek institutida bitirganman, lekin rus tilida bemalol muloqot qilib, mijozlarim bilan konsultatsiya olib bora olaman. Bu menga hech qanaqa to'sqinlik qilmaydi va rus tilidagi adabiyotni ham o'qishni bilaman, o'zbek tilidagini ham bemalol mutolaa qila olaman. Bu boshqa sohalarda ham xuddi shunaqa ko'rinadi. Masalan, ota-ona o'zi matematikani yaxshi bilmagan va hayotda qiynalgan, endi sen yaxshi bilishing kerak. Ingliz tilini o'zi o'rganmagan, sen o'rganishing kerak. Bolani qiziqishiga qarab yo'naltirishimiz kerak. Imkoniyatlar ko'p, qaysi sohaga yo'nalayotgani ana o'shani ko'rsatamiz. Va ijtimoiy hayotga keladigan bo'lsak, farzandimizga hayotni yengillashtiramiz deb, ya'ni o'zimizning hayotimiz qiyin bo'lgani uchun farzandlarimizga yengil qilib, ularni dopaminniy zaryad olishini pasaytirib qo'yyapmiz. Qanaqa qilib? Biza yoshligimizda faqatgina kanikulda, tug'ilgan kunda, biror bayramda, qaysidir tadbirlarda sovg'a olgan bo'lsak, farzandingiz har kuni bog'chaga borgani uchun sovg'a oladi. U har kuni maktabga borib kelgani uchun sovg'a oladi va har kuni rag'batlantiradi. Demak, bu farzandingizni hozir kichkina mashina, kichkina shokolad, kichkina konstovar mahsulotlari xursand qilayotgan bo'lsa, uni keyingi etapda xursand qilish uchun siz buni 2x ga ko'paytirishingiz kerak. Hayotda buni imkoni yo'q. Demak, bolangizni dopaminga bo'lgan rezistensiyasi pasayib boradi va u bundan ham ko'proq yaxshiliklarni xohlaydi. Yomon tarafi shundaki, ayni mana shu uchun hayotda zavq hissiyoti yo'qolgani, nimadan mazza qilishini bila olmagani, nimadan xursand bo'lishini bila olmagan bolalar yangi hissiyotlarni izlanib, noto'g'ri egri yo'llarga kirib qolishi, to'g'ri yo'ldan chiqib ketishi, har xil guruhlarga qo'shilib qolish ehtimoli yuqori bo'ladi. Motivatsiyasi kichkina narsadan zavq ola oladigan, ozginadan xursand bo'la oladigan bola katta hayotda keyingi emotsiyalarni qidirmaydi. Ya'ni u o'sha shokoladni kattarog'ini yoki bo'lmasam uni davomiylik, ya'ni ozgina vaqt kutib turib keyin olishini o'zida trenirovka qiladi va bu uni dopaminga bo'lgan ehtiyojini sifatli dopamin ishlab chiqarishga organizmi ko'ndirib beradi. Shu o'rinda sizga yana bir zo'r tavsiyam bor. Testbor platformasi haqida aytmoqchiman. Sizga ikkita zo'r usul bor. Birinchidan, farzandingiz o'zi xohlagan sohada, kasbda, ya'ni yo'nalishda bilim o'rganishi uchun platformadan foydalanishingiz mumkin va eng muhimi, farzandingiz o'ziga bo'lgan ishonchini mana shu platformada olgan ballari hisobiga oxirida biron bir rag'bat o'zi xarid qilish orqali ham o'ziga bo'lgan ishonchi, ham dopaminini sifatli ishlab chiqishi, ya'ni u birdaniga ega bo'la olmasdan biror muvaffaqiyatga erishish uchun harakat qilishi va harakatlarining natijasi zo'r bo'ladi. Ahamiyat bering, biza kattalar ham hayotda qanaqadir kimdir sovg'a bergandan ko'ra o'zimiz qiynalib erishgan, olgan, xarid qilgan narsamizdan ko'proq va uzoqroq muddat zavq olamiz. Farzandingiz ham mana shu platformadan foydalanib, siz olib bergan telefon, siz olib bergan soatdan ko'ra o'zi olganidan ko'proq zavq oladi va o'ziga bo'lgan ishonchi va bilim orqali hayotda muvaffaqiyatga erishish mumkinligini isbotini topadi. Bilaman, siz bu ma'lumot juda ham qiziqtirdi. Shuning uchun aynan mana shu videoni ko'rayotgan kuzatuvchilar uchun platformada 30% chegirma bor. Unga ega bo'lish uchun pastdagi havola orqali o'tishingiz mumkin.